Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Ma'mun Saqqa şu vaqtida xat yazganda. Bu xatniki mezmuni şu devirdeki bir qism ismi atalgan ulamalarni Qur'on maxluqmi maxluq emasmi degan e'tiqodga so'rab ekirish, shularni ko'z qarashini sinash. Endi Ma'mun yani bir kitap xat yazdı-da, dastlabki biz tunginki kitapga xatga o'xshamaydigan bir xatni yazdi Saqqa. Saqqa shu valisemda. O gapga unamagan o'limalarni darhol saroyga tayyor qilishni, o'rniga akilishni buyurdi. Jumladan ularning ichidagi bir necha olimlarni sanab o'tdi. Masalan, Ahmad ibn Hanbal, Bishr ibn Walid al-Kindi, Abu Hassan al-Ziyadi, Ali ibn Abi Muqatil, Fazl ibn Ghanim, Ubeydullah ibn Umar al-Qawariri, Ali ibn Ja'd, Seccade, Zeyyal ibn Heysem, Qutaybet ibn Sa'id, Sa'davi Vasiti, İshaq ibn Abi İsrail, ibn al-Harash, ibn Aliyyat al-Akbar, Muhammed ibn Nuh al-Ajali, Yahya ibn Abdurrahman al-Umari, Abu Nasr al-Tammar, Abu Muammar al-Qati'i, Muhammed ibn Hatim ibn Meymun ve ulardan başkalar. Mana bularning hammasi ismi atalgan ulamalar shu vaqtida Qur'onni maxluq deyil unmagan ulamalar bular. Bunun ichida masalan keyingi azobga chidamay so'zdan yonganlimi bor, lekin buning ichida so'zdan yonmaganlimi bir nechalar. Ularga endi Ma'munniki xatini o'qib beribdi. Ular mana shu saroyda o'rdida, valining oldida turib o'zining ko'z qarashlarini, e'tiqodini azroq yo'shug'an bu jihatda. Bu javob qarta ular javobmi bermagan va inkormi qilmagan. Yani sukut turib olganda bular. Ba'zilari masalan tavriya shaklida. Tavriya deganimiz biz tungin deb o'tdik, masalan mushu maxluq deb. Maxluqmiz, mushu maxluq deb. Yurikida qo'lini, barmoqini yoki o'z niyat qilgan narsani maxluq deb e'tiqod qildi, ammo shaklda ashuna so'ralgan savolga javob berganlik. Ammo bu vali hamda Bishr ibn Walidga savol qo'ydi-da, bu yerda savol qo'yib, "Sen nima deysan?" degan ekan bu odam. "Men podshoh xalifaga men necha qatim to'ntib bo'ldim, bildirib bo'ldim ifodamni" dedi, boshqa gap qilmay. Degan ekan vali dediki, "Shunda bo'lsinmi? Xalifadan yangi xat keldi bu yerda." Degan ki bu adam Allah'ın kalamı deyme dedi. Şimdi olan bu vali ben sende bu doğruluk soğumdum. Məxluq mu məxluq emas mı? Degan ki ben bunundan başka gapni men yaxshi qilolmayman. Dedi şimdi olan ben xalifa Amirul Mu'minga bu vaqtda men gap qilmaslikqa va'da bergan deb qutuldi bu adam. Ondan Ali ibn Abu Muqatil degan ulamaga shunaq dedi. Sen nima deysan? Qur'on Allohning so'zi dedi. Agar xalifa bizni bir ishga buyursa, ma'lum bir ishga, biz unga bo'ysunamiz, gapini anglaymiz dedi. Abu Hassan Ziyadiymi shunga o'xshash javob berdi. Ya'ni bu orqali savoldan o'zini imkon bor qochirish maqsadi. Ab ish qo'rsa, gapga buyursa biz ma'qul deymiz degandiklar, valimi bu ma'qul dedi deb tushunadi shaklda. Belki bu bir tafsiliyatga belki cho'nqurlab ko'rmagan bo'lishi mumkin. Lekin ulamalar imkon bor bu o'zi qochirish uchun belki kuchigan bunida. Ammo Ahmad ibn Hanbalga savol qo'yib, "Sen nima deysan?" degandikan, "Allohning kalomi, so'zi deymaq" dedi Qur'on. "Maxluqmi undaqda?" desa, "Allohning so'zidir, bundan ortiq gap qilolmayman" dedi. Ondan qolganning hammasini azob bilan nurg'un sinoqlar bilan azobladi. Ularning javobini hamda xalifa yozdi orliqda. Ibn al-Bakka al-Akbar degan ulamo shunaq deydi. Men deyman va debdim, men Qur'on maj'ul, muhdis deyman. Yoki muhdas deyman. Qur'on qilingan, so'zlangan. Çünkü aşağıda nesba dedi. Aşağıda Kur'an'da, hadiste bayan var. Onunla İshaq ibn İbrahim dedi ki, vali, mec'ul ondaqda məxluq ko dese, dedi. Kur'an məxluq mu dese, ben məxluq diyemeyim dedi. Mec'ul degini
bir narsa qilingan, ijod qilingan narsa degan bo'ldi. Bularning javobini Ma'munga yo'llab berdi. Shuna bilan bu vaqtda hamda Ma'mun shu xalifa bunga javob yozibdi-da, javob yozib bizga seninki mush qibla ahli yasalmalar deb tağın eyiplaydi da ahli sünnetin ulamalarını. Bu yasalmalarning javobi bizga yetib keldi. Bularning hammasi obro'yparast kishilar, lekin amaliyotda bunga loyiq emas. Agar kim uni maxluq deb qaramasa, uni fatvo berishdan, dars so'zlashdan cheklaysa deb buyruq keldi. Va u xatda mundaq deyilgan. Amma Bishirning degan gapi kelsak, Bishir ibn Valid bosh javob berdi-ku. U yolg'on aytibdi. Xalifa bilan uning orasida u to'g'riliq hech qanday ahdinomi putilgan emas deb shunaq dedi. Faqat hamda uningki degan gapi shu xalifaga shu vaqtida ixlos kalimasi, kalimatul ixlos e'tiqodida azroq bir ma'lumot bayon bergan xalifaga. Ya'ni o'zining e'tiqodi haqida kalimatul ixlos degani la ilaha illalloh qul huvallohu ahad e'tiqodi demoqchi. Balkim bu odam ham nima mush e'tiqodda degandek gapni qilgan bo'lishi mumkin hamda. Hamda Qur'on maxluq degan qarashqa uni da'vat qilgan, uni chaqirgan. Bo'libdi deb shu gapga kelsa, kelgancha bo'lmasa uning ishini sazo qil. Agar bu shirik e'tiqodida, qaranglar, xalifa bu yerda yana Qur'onni maxluq emas degichilarning mushrik e'tiqod, shirik aqida da'vatida. Nauzubillah. Yani bu İslam'ın dinine to'g'ri tushunmagan vaqtida boshqalarga biz xato baholarni berib qo'yishimiz mumkin. Agar bu shirik e'tiqodi davom etaversa, davomlashaversa va Qur'onning maxluq ekanligini o'zing shu inkori orqali taassubiyat orqali inkor qilaversa, uning bo'ynini kes, kallasini menga avatib ber dedi. Endi İbrahim ibn Mahdi'ga kelsak, uni mi sina? İmtihan al. Ma'qul des ma'qul degancha bo'lmas bo'ynini kes. Amma Ali ibn Abi Muqatilga kelsak, uninga degin. Sen Amirul Mu'minga ayni vaqtida sen halol qilsa, harom qilsa, yani halolni halol, haromni harom qilsa degandek bunday gaplarni sen demaganmiding? Deb shu gapni bildirib qo'y, deydi. Bunda degani endi sen xalifa ayni vaqtida mushta oqlagan xalifani maqtagan bir ko'z qarashda. Sen mushta demaganmiding, nima qodir endi xalifaning gapiga unamaysan deb ko'zlik solmoqchi. Amma Zeyyal degan ulamoga kelsak, uningga bildirib qo'y deydi. O ambardan o'g'ilab kelgan oshliq bilan mashg'ul bo'lib qopti. Yani bu orqali bo'liga bunda ta'na ses kelib qolyapti xalifa. Amma Yahya Umari kelsak, u haqiqiy Umar ibn Xattobning bolalaridan, shu nasabdan bo'lib qolsa, uning javobi aniq. Demak, keskin ching turdi degan bo'lish kerak. Amma Muhammad ibn Hasan ibn Ali ibn Abu Hasim, Ali ibn Asim kelsak, o o'tmishdagi salaflarga haqiqiy ergishadigan bo'lsa, bu vaqtda buning to'g'riliq deyilayotgan, bu o'z da'vo qilayotgan bu ilm, bu mazhab yoki bu fikr bu to'g'ri emas. Bu haqiqiy yo'lda emas, ilm yo'lida. O bir kichik narisida bala o'ta o'rganishga muhtoj deydi. Buni masxara qilyapti bu orqali. Endi Amirul Mu'minin sana Abi Mishar ismli bu odam orqali bir tuhfa avatdi sana. Çünkü Ebu Misharni Amirul Mu'minin Kur'an haqqidagi mehnat haqida onunğa söz bayon qilganda, qanday qilsa edi. Bu onun kekeshlab, ovozni chiqargan uni mayqab qilgan ekan, xalifa qilich vazn to'ldi, kallasini oldiganga. Ona o'zi tuvan holatda bu iqror qildi, ya'ni Qur'onni maxluq dedi. Agar bu iqroridan yandımı yanmadımı yani şunu eskertip sınap bak. Eğer şu gibi de şu turi verse bu iş ne şu sazay kılıp bunu namayan kı. Buna degine
Yani bu işte çok katta qazilar, ulamalar arkalık bulanın gepini ili olup lan bu şu vaktin halifelermi, siyasetçilermi on avamga uqtirdiganda. Çünkü avamni qoyil qildiganga işte ulamalar, cho'nglar bularniki gepiniki ta'sir bo'ldi. O'sha ma'qul degandan biz ma'qul deyishimiz tabiiydir. Bu hozirga qadar davomlashayotgan bir nachar uslub bu. Bir millatniki diniy sohada beshi bo'lganini majburlab akirib so'zlatib, uni yoki bugungi kunda mesela ekronga chiqirdi yoki gazetda ziyorat qildi deymiz. Onun işte to'qinoq savollarni tashlab orqali yoki keyin yanolmaydigan, oldiga ma'olmaydigan qilib qo'yib, bir qism sal aqidasi ojizroq kishilar masalan yoki tushunchasi ojizroq odamlar balkim yoki zulmga chidamaydigan odamlar masalan ma'qul deb qilishi mumkin. Shu orqali bu ulamoning so'zini xalqqa davron solish orqali xalqningki hayvisini yoki urush azaldan davomlashib kelayotgan bir siyosiy zulm bu. Agar yanalar deydi. Bu şerik etiqatdan yanmaydiganlar bo'lib qolsa, sen bu yuqorida ismini atgan Beşiri ibn al-Mahdi va qizadan keyin kishilar mesela Ahmad ibn Hanbalga o'xshash, ular darhol Emirul Mu'mininki shu askariy bosiq avatib dedi. Qo'l putlarini bog'lagan holatda. Mana xalif o'z so'roq qildi. Agar bu etiqodidan yanmasa, ularni qilichga bas dedi. Shuning bilan bularning hammasi amalsiz ma'qul dedi ma ulamalar. Nurg'un ulamalar boshda o'tdi-ku, shularning hammasi ma'qul dedi. Boshda jim turib olgan bular. Shuning bilan Ahmad ibn Hanbal, Sajjada, Muhammad ibn Nuh, Al-Qawariri qatorliq bu ulamalar yana gapini chiqtirdi bular. Qandaq peşimizga nima kun ko'rsmaydi. Hem İshaq bu vali ularning put qo'llarini bog'lab, shuning bilan aytis yana shu zanjir kishanda ulardan yana savol so'radi-da. Qanday qilasizlar? Gapingizda turamsizlar, yanamsizlar deb. Shuning bilan amalsiz sajjada va bo'libdi deb yana gapida yandi. Oxirgi bosqichda. Endi uchaylan qildimi? Bu uchaylandan hamda 3-qatim qaytlab takrar qanday qilasizlar? Qur'on maxluq bu, maxluq emasmi? Gapingizda yanamsizlar, yanmamsizlar deb yana qaytlab so'radi. Qavarerimi? Yani gapida yandi ma'qul dedi. Shuning bilan Ahmad ibn Hanbalni Muhammad ibn Nuhni Rumga avatdi. Rimga. Shu vaqtida Rimda urush qilayotgan, jihad qilayotgan Ma'mun. Hozir Suriyaning zaminida da Turkiyaning shu Qibros yaqin Raqqa, Tarsus shu taraflar masalan, Anadolu taraflar Turkiyaning. Shuning bilan bundan keyin hamda Ma'mun xatiya javob berdi-da. Ma'qul deganlarimiz shu majburiy unumay ko'ngilda e'tibor qilmay, e'tirof qilib unumay ma'qul deb bo'lsa, yana ochiqlab, ularni darhol qishimay qilinglar dedi. Shuning bilan ularni ko'tarib hamda shu Ma'munni qiyiq ilib maqdida, to'mir ushkalli bilan, zanjir bilan bog'lab, bularni shu aruluq selib to'g'ga mindirib degandek. Lekin endi bular shu Ahmad ibn Hanballar shu Ma'munni qishig'iga yetib berishdan burun Ma'mun o'lib ketgan. Alloh taoloning lutf ikromi bularga yetib kelganda. Chunki Ahmad ibn Hanbal yo'lda Ma'munga uchrashtirmaslik haqida Alloh duo qilgan. Alloh taolo Ma'munniki jinni Imom Ahmaddan burun elib, bu mushkulotdan, bu azordan qutulgan. Imom Ahmadning bu vaqtda tortgan azobi jazosini aytdi ko'p. Buni keyingi mezgillarda, bosqichlarda o'tamiz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.